Assalomu alaykum sportsmenlar. Mashina torting deyishdi. Biz mana bitta Nexus 3, ikkita Damas qo'yib qo'ydik. Ichida oxirgisida odam turibdi. Tormozni bosib olish uchun hammasi o'chik holatda, xalastoy. Ketdi mana. Oson bo'lmaydi. Lekin eplaymiz inshaalloh. Bo'ldi, ko'rsatib qo'ying bu yerni. Metkasidan ham o'tkazib yuboryapmiz mana. Allohga shukr. Yana nima tortib beray? Nechta tortib beray mashina? Aytaverasizlar. Polvonlarda pris bo'lmaydi. Shuning uchun pris so'ramanglar mendan. Bu narxi 500 ming yetkazib berish bepul. Katta pujinali. Moshni. Qanaqa qilib ishlayveramiz lekin. Mana. Abrashasa qilaverasiz.